Bir pasport evazini xohlagan maishiy texnikalarni qaysi do'kondan xarid qilaman deb yurgan insonlar uchun ajoyib imkoniyat. Ya'ni bugun biza Ilhom Texno savdo markazine geldik. Bu yerda siz oddiygina bir dona pasport evazini xohlagan maishiy texnikalaringizni xarid qilsangiz bo'ladi. To'g'rimi og'a? Albatta. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli mijozlarimiz, xudo xohlasa sizlarga bir zo'r yangiligimiz bor. Xudo xohlasa Karim boyam bilan sizlarga batafsil yaratib boramiz. Ava. Bizani kuzatishda davom eting, like, kommentni ayamang, bu videoni repost qilib qo'ysangiz o'zingiz uchun yaxshi bo'ladi. Chunki juda ham chiroyli yangilikimiz oldinda hammasi. Adresimizni tushuntirib o'ting. Bizning adresimiz bu yanimiz Xiva quruqdan ko'pirdan tushib kelaverishingiz bo'ladi. Bu yan tarafimiz Mashhaddan kelaverishingiz bo'ladi, hurmatli obunachilar. Bu tarafimiz Ko'na Shavotning yo'li. Tandichiq aylangan yerda sho'da Ilhom savdo markazi joylashgan. Avvalgi Qaraboyni qurug'i, Ko'na Didor to'yxonaning o'rnidasalar, hamma biladi. Bemalol kelaverasizlar. O'zi ullatib yozib qo'ydi Ilhom savdo markazidan. Og'a bir dona pasport evazini maishiy texnika dedik. Bular nima keladi? Qaysi maishiy texnikalar keladi? Bir chetdan tanishtirib o'tsak. Albatta hurmatli obunachilar, bizning do'konlarga kelasiz, birgina pasport bilan kelasiz. Istagan narsangizni bitoy texnikangizni xarid qilsangiz bo'ladi. Notebook ismi, telefon ismi, xolodilnik ismi hamma bitoy texnikani xarid qilsangiz bo'ladi. Summasining chegarasi yo'q, umuman farqi yo'q. O'zaro 3 oydan 6 oy muddat to'lovasidan bo'lib turaverasizlar. Birgina pasport kerak endi. Karim boya, naqd pullar bilan kelmasizlar. Bizning savdo markazlari bemalol pasport bilan kelasiz, birgina xohlagan narsangizni olib ketaverasizlar. Shartlar ham bor, shartlar ham video davomida aytib o'tamiz. Shartlari video davomida aytib beraveramiz. Bu yan tarafimizda yana xolodilniklarni bu qadar go'sht berib o'tadigan bo'lsak, xolodilniklar katta assortiment bizda turibdi. Har xil turidan bor, Vesel, Artel, Beston, hamma brendlar tavsiyasiz bo'ladi. Birgina pasportning vazini yanında bonus podarkalar bilan birga ikkitadilar. Tushunarli. Xohlagan turdagi xolodilniklarni olib Turi ko'p, assortiment vobshim keng, bir qadar go'sht beraveramiz. Tushunarli. Xudo xolasa, bitoy texnikada albatta telefon bilan notebooklarimiz ham beradi. Karim boya birgina pasportning vazini xohlagan telefonlarni xarid qilsangiz bo'ladi. iPhone, Android farqi yo'q. iPhone, Android, Samsung hamma bor, brendni olsangiz bo'ladi. Hamma assortimentni to'plab bilamiz, xudo xolasa. Pasport bilan kelsa, shu yerda tekshiriladi, 5-10 minut ichari vaqt ichida o'zingiz ishingiz bitib ketaveradi. Telefonni o'zingiz bilan ketaverasiz. Telefon shuni o'zidan 5-10 minut ichida bitadi. Bitadi, xudo xolasa. Tushunarli. Yana video texnikalarimiz bor, shular haqida ozgina ma'lumot berib o'ting. Bundan tashqari albatta bizda notebookning katta assortiment topsangiz bo'ladi. Oldindan 1 so'm pul to'lamay, bo'lib to'lasalar bo'ladi. Albatta birgina pasportning o'zini. Demak, yozib yerda har xil, masalan, o'yin uchun ham yoki boshqa ofis uchun ham notebooklarimiz bor. Hamma brend, hammasi tushunarli. Bunda gaz plitalarimiz bor ekan. Gaz plitalarni bir chetdan ko'rsatdik. Ketdik. Xo'sh, gaz plitalarimizni qaysi markada va nereda ishlab chiqarilgan shular haqida ozgina ma'lumot berib o'ting. Gaz plitalarimiz Artel, Ideal, Vesta, Ferry modellaridan katta assortimentda bor. Endi hozir bellar uni bo'shab qoldi. Xato tutdi, hozir undan uni chiqadi, ustonovkasini ham qilib berasizlar. Ustonovkasi albatta besplatniy bo'ladi. Agarda bizlardan shu gaz plita xarid qilgandan keyin endi podarkani ham so'raydi mijozlarimiz albatta. Pasport olib turibman, bonus yo'qmi degan obunachilar albatta bor. Birgina gaz plitasini olasizlar, yonida bir dona vitishasini besplatniy qo'shib beramiz. Telefon, notebook, xolodilnik ko'rsatdik. Endi обязательно televizor ko'rsatmasak bo'lmaydi. Televizorlar. To'xtang, televizordan oldin bu mikrofonkalar ham to'xtalib o'ting. Mikrofonkalarni ko'rsatib beradigan bo'lsak, 1 million, 1,5 milliondan boshlaydi. Oylik to'lovi hech qanday puldan tushmaydi. Oddiy semishiya pul tushib qoladi. Bo'lib to'lasangiz, birgina pasport bilan kelib, xohlagan narsangizni olsangiz bo'ladi obunachilar. Albatta dastlabki qilib beraveramiz, xohlagan narsangizni. Tushunarli. Xo'sh, bu yerda Aristonlar bor ekan. Katta bu yerda Aristonlarimiz bor, Aristonlar ham bo'lib muddat to'lovasidan bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Oldindan 1 so'm pul to'lamay. Har xil variantlari bor. 50lik, 30lik, 80, 100 hammasidan topsangiz bo'ladi. Farq yo'q. Keyin bir narsa savol bergan edim. Barabon bo'lib turibmi yo yo'qmi? Barabon aksiyalar ham bo'lib turibdi. Global podarkalar ham bor. Undan tashqari har bir olgan narsangiz podarka bor albatta. Podarka chiqmaysiz. Global pasport. Pasport bilan kelaverasiz, hurmatli obunachilar, ishingiz bitib ketadi. Tushunarli. Bu yerda plisoslarimiz bor ekan. Bu yerda plisos bo'limiz turibdi, yana plisoslarning ob'yem assortiment katta. 1,5-2 milliondan boshlanadi. Agarda plisoslarni shu yerda bo'lib to'laysizlar, xudo xohlasa bulardan podarkasini beramiz. Demak, bu yerda olgan liboy narsa olsangizlar, bir podarkasi bor. Podarkasi, dastavkasi, ustonovkasi besplatniy. Shu videoni ko'rib, kommentariya yozib, bizlarni qo'llab-quvvatlab obunachilar, addinli podarka beramiz. Onun uchun addinli. E'tibor beringlar. Kommentariyada qo'llab-quvvatlaganingiz uchun ham addinli podarka ekan. Bizlar shu Instagram sahifamizga, YouTube kanalimizga obuna bo'lib, like, kommentariya yozinglar. Albatta, qarindosh do'g'onlari tashakkur qilmasangiz bo'lmaydi bu video. Demak, yuqorida aytib o'tganim televizorlarni o'tamiz. Televizorlarni necha hajmdan necha hajmgacha bor edi hozir? Televizorlarimiz 32 dyuymdan tortib 100 dyuymdan topsangiz bo'ladi. Hurmatli obunachilar, hammasini
Xohlasangiz nalish to'lov, xohlasangiz pasportni evaziga bo'lib olsalar bo'ladi. Narx navozi ko'p obunachilar albatta qiziq. 32 liklarimiz 1 million 1 milliondan boshlaydi. 43 liklarimiz 2,5 milliondan boshlaydi. 3,5 milliondan ketaveradi. Endi hozir vash ko'p, assortiment ko'p. Har qanday bahos har xil bo'ladi keyin boya. Batafsil ma'lumot uchun albatta biz yana keladilar, o'zimiz tushuntirib beramiz. Telefon nomerlar, telefonsizdan ham batafsil tushuntiradi. Lekin gelsangizlar undan ham yaxshi, chunki ko'zlaringiz bilan realni ko'rgan yaxshiroq deb o'ylayman. Qarang, televizorlarni hozir biza masalan Liboyni sotib oldik deylik. Ichida Crash'tayni, boshqa chiqadi. Crash'ning antennasi, dastavchi ustunkasini. Agar shu bizdan ko'rib qo'llab-quvvatlab albatta like, kommentariy yozgan bo'lsalar, albatta bonus bor. Butun Xorazm viloyati bo'ylabmi yo? Xorazm viloyati bo'ylab, Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab umuman besplat. 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 Aparib ketadi. Tushunadi. Xo'p, bu yerda hozir men pechkalarni ko'rdim-da. Pechkalar haqida ozgina gaplashik. Ayollarimiz baribir hozir kunda pechkalar nima deydi? Albatta kerak. Chunki somsa deydi, boshqa deydi, pishiriqlar uchun, boshqalar uchun baribir pechkalarimiz kerak. Duxovka pechkalarimiz 1 million 500 ming so'm 1 milliondan boshlaydi. 1,5-2 milliondan xonani olasizlar. Bundan birgina pasportni o'zini muddat to'lab olsangiz, 3 oydan 6 oy bo'lib to'layveradi. Qarang, hozir yoz kelayotir. Yozda baribir nima kerak bo'ladi bizlarga? Konditsioner. Konditsioner haqida gaplashmasak bo'lmaydi. Chunki bilasizlar, Ilhom savdo markazida konditsioner juda ham ko'plab assortimentda topsangiz bo'ladi. Asosiysi arzon, bir dona pasport evazidan ham olsa bo'ladi, to'g'rimi? Albatta, pul kerakmaydi. Pul bilan uyda qo'yib kelavering endi bundan bor. Pasport bilan keling. Yetdik esa konditsionerlarni ko'rsatamiz. O'zi konditsionerlar eng yaxshilarini qaysilarini tavsiya etasiz hozirda? Hozir bilasizku, limit degan narsalar chiqdi, baribir svet bilan bog'liq bo'ladi, inverteri baribir juda ham bog'liq. Do'st aytaman, shu Zimmerda yana o'zim uyda qo'ydirganman, to'g'risi. Endi boshqalarni ham tavsiya eting, kichiklari va yaxshilari. Hozir Xadoga turganlari, Glavniy mijozimiz kelsa, xonam kvadrati, tokni aytgandan keyin shundan kelib chiqib tavsiya qilinadi. 12 lik, 18 lik, 24 lik to'g'ri keladi xonadan o'zada. Misol uchun 18 liklarimiz Ario kompaniyasinikidan bor, 18 lik teni hamma o'zi bor, 3 yil garantiyasi bilan. Bo'lib to'lasa bo'ladi, muddat to'lov pasportni o'zida. Bularni ham albatta dastavkachi ustomkasini ham qilib beramiz. Keyin Aufma konditsionerimiz trendda bo'lib turibdi, o'zida teni bor, DC inverter bo'ladi, pastokdan ishlaydi. Neri mahsuloti bu? Bu чисто tashbaq firmani yaponskiy brend. Yaponskiy. Chetdan kelib turgan narsa, birgina bundan olasizlar, obunachilar yanında bonusdan 1 trillion ham qo'shib ham beraman. 32 likchalik. 32 ligidan zo'rdan 1 trillion qo'shib beraman. Muddat to'lovi 6 oy yoki 3 oy bo'lib to'lasalar bo'laveradi pasport yoziladi. Ajoyib, zo'r. Qarang, bu yerda faqat hozir unlar ham bor ekan, konditsionerlar. Stage variantlarimiz ham bor. Bular ham чисто firmaning narsa, nemis firma bo'ladi, Haier brendi. Eldan bir so'm bo'tolamayman, bulardan pasport yoziladi, olsangiz bo'ladi. Albatta dastavka ustomkasi mutlaq bes bo'ladi. Ulrak uylar zo'rda, ulrak uylar, ofislar, binolar, to'yxonalar, ishqilib, umuman ko'p joylarni katta hajmga ega bo'lgan joylari to'g'ri keladigan narsa. Demak, biz hozir ko'p narsani gaplashdik, lekin baribir nima bo'ladi? Kir mashina haqida gaplashdik ozgina, kir mashinalar. Firmachilarni bir qarab tushundim. Kir mashina o'zi hozirgi kunda qaysi davlatlardan gap turibdi? Nerni mahsulotlari ko'proq? Основной import, главный import bilan shug'ullanamiz. Ilk qolaversa o'zlarimizdan sborch optikalar bor. Davomli 100% ondan keladi ular yo'q. Endi batafsil ma'lumot beramiz. 6 kilolik, 8 kilolik, 7 kilolik har xilidan bor. Misol uchun pullari arzon, uni qimmat emas, 3,5 milliondan eldan bir so'm to'lamay 3 oy 6 oy bo'lib to'lasa bo'ladi. Albatta yanında bonusi dastavka ustomkasi bilan birga. Shu videoni ko'rib, qo'llab-quvvatlab like bosgan bo'lsalar, shu video orqasidan go'shtpay uchun narsani qo'shib beramiz. Podarkasi ham tayyor, avvalo. Videoni tarqatib qo'ysalar ham, dang. Albatta, video tarqatib, bizlar shu uylarni podpiska bo'lib, qarnajog'alar tashlasanizlar bo'ldi. Kir mashinalarga keladigan bo'lsak, 6 kilolik va 7 kilolik, 8 kilolik, 10-12 kilolik bor. Pullari 3,5-4 milliondan boshlaydi. Birgina pasportni o'zi 3 oy 6 oy muddat to'lasangiz bo'lib olsalar bo'ladi. Vestel, Magna, Beko, umummag'anda ko'plab jahon brendini ega bo'lgan. Shundan, ya'ni kir mashinalarini xarid qilsangiz bo'ladi. Ag'a, bilasizlar, hozirgina baribir mavsum yoz bo'lgandan keyin immuniy xolodilniklar kerak bo'ladi. Ya'ni tadbirkorlarimiz uchun, boshqalar uchun nechik chegirmalar, nechik tavsiya etasiz? Bu xolodilniklar, ya'ni morojniy, boshqa uchun. Morojniy qo'yadigan bo'lsalar, usti aynali tavsiya etamiz. Ko'rinib turishi reklama uchun. Bunday variantlarimiz 5,5 milliondan boshlaydi. 350-400 litrliklar. Yopiqnang. Zakritni variantlarimiz 3,5 milliondan boshlaydi. Birgina pasportni o'zi bilan ham eklardim. Tushundim. Xohlagan turda bu yerda juda ham assortiment juda ham ko'p ekan. Yesalar ma'lumot beramiz yana. Endi savolda hozir baraban dedik-ku. Barabanda ko'proq novalar o'ynaladi, novalar ichida sovg'alanadi. Summasidan kelib chiqqan holatda o'ynaladi. Bundan tashqari ham podarka ham beriladi. Tushunadi. Demak, agar sizlarga qiziq bo'lgan bo'lsa, bizani davom eting kuzatishda. Hozir yana bir ikki narsalarni ko'rib o'tamiz. Oranda adashmasam, organin mebelli komplektlar, boshqa o'zlar bor ekan. Ularni ham ko'rib chiqsak, albatta ko'rsatamiz. Albatta, bizda yana undan tashqari, Graspiddan tashqari kuxni mebellar qo'yiladigan mebelli komplektlarni topsangiz bo'ladi. Obunachilar
Goodwill'ni hamma assortimentidan bor, o'rnatma gaz plitasi bor, duxovka, gaz plita, vitishka hammasi taqdim. Neni brendlari og'a? Goodwill avtomobil Turkiyaning mahsuloti, turetskiy brend bo'ladi. Demak, turetskiy brendlarni o'zingiz yaxshi bilasizlar. Sifati Sifati zo'rligini qo'yib yurgan yoki ustonib ketib yurgan insonlar bo'lsa, menimcha bu narsani ta'riflab o'tirish shart emas. Yo'rttangiz bir de assortimentni juda ham ko'pini topsangiz bo'ladi. Hozir biz aytib o'tirsak bormak yetmaydi. Shuning uchun bemalol galib o'zingiz ko'rsangiz bo'ladi. Aytib o'tganim, avvalgi Qorabayirning quruqida, o'ngda toza domi birinchi qavatida joylashgan. O'zi Ilhom savdo markazida yozilib turibdi. Bemalol kelsangiz bo'ladi. Asosiysi oddiygina birdana pasport evazini siz bemalol xohlagan maishiy texnikangizni xarid qilsangiz bo'ladi. Demak, menimcha ko'p gaplab o'tiramiz, pastda nomerlarni qoldiramiz, bemalol telefon etib kelsangizlar bo'ladi.